Inson xuddi g'ishtga o'xshaydi, kuyganda pishadi. Masofa hech nimani buzmaydi, yoshdagi farq hech nimani buzmaydi, ota-onaning fikri hech nimani buzmaydi. Hammasini insonlarning o'zi buzadi. Dunyo ishlamasdan turib, puli ko'p bo'lishni istagan bekorchilardan va boy bo'lmasdan ishlashga tayyor bo'lgan ahmoqlardan iborat. Agar siz sevganlaringizga nisbatan o'zingizni qurbon qilishdan boshlasangiz, unda siz o'zingizni ular uchun qurbon qilgan insonlarni nafrat qilish bilan yakunlaysiz. Insonlar sen fikrlaganday fikrlamaslik va sen ulardan kutayotganini qilmaslikka huquqiga ega. Ehtimol ular seni sevadilar, lekin ularning sevgisi sen istaganday namoyon bo'lmasligi mumkin. Mukammal sevgi faqat xatlarda mavjud bo'lishi mumkin. Ayollar erkaklarni seving. Ular sizning muhabbatingizga nihoyatda muhtoj. Hattoki ular buni tan olmasalar ham.